O'limni eslab turasizmi? Ha aka, o'lim har vaqt. O'lim doim esda aka. Ko'pchilik esdan chiqarib qo'yadi lekin. Bitta voqeat beraymi sizga? Bitta inson bor, o'rmonda sherdan qochayotgan bo'ladi. Sher uning orqasidan quvlayotgan bo'ladi. Va u chuqurga tushib, uni qarasa chuqur turadi. Sherdan qutulaman deb chuqurga shundoq ushlab arqonni ushlaydi. Va pastga qarasa pastda ilon. 2 boshli, 3 boshli ilon. Tepaga qarasa chuqur tepasida sher. Va haligi arqon, usha olgan arqonni qora, oq sichqonlar haydalab kelyapti. Haligi shundoq qaraydi, devorda asal oqib turgan bo'ladi. Haligi asalni yeyman deb qo'lini shunday cho'zib asal olib shundoq yeydi, qo'li tushib ketadi. Va ilonlarning oldiga tushadi. Bu nima degani bilasizmi? Quvlayotgan sher o'lim. Osil olgan arqoningiz umringiz. Uni yemirayotgan oq qora sichqonlar kun va tun. Ya'ni kuniga yemir. Pastdagi ilon bu qabr. Va ro'paradagi asal dunyo hayot. Siz unga ishonib qoldi. Siz uni yeyman deb shunday qo'lingizni uzatdingiz. Shirinligini bildingiz. Lekin umringiz tugadi, qabrga tushdingiz. Ya'ni qocha olmadingiz. Dunyo hayot ham shunaqa. Dunyo shirin tuyuladi aka. O'shani hisobiga odam haligi na arqonni, na sherni, na ilonni unutib, arqondan uzib asalni olaman deb turib qabrga tushib ketdi. Tez. Xuddi shunaqa dunyo hayot shirin bo'lgan tufayli odamlarni ko'p unutib qo'yadi, lekin o'limni har kun eslash kerak. O'lim emas, o'limdan keyingi holatni eslab odam ham qo'rquvga tushadi. O'shani eslash kerak. Alloh taolo aytadi, baribir har kim o'luvchi, har kim o'ladi. Har kim Allohga qaytariladi. Ana shu vaziyat qiyin. O'lish emas. O'lishdan keyingi holat qiyin.